Okalar 721 Motorsda qora Gentra'mizda sotuvga keldi. 2023-yil 26 ming yurgan, kraskalar top-toza, polniy navrot qilingan mashinamizni sotuvga qo'yamiz. Mashinamizga Amerikanka Optera, 4 ta yaxshi balon, Malibu bar, Malibu rul, 906 pult, video registrator, hamma kerakli narsalar qilingan. 4-pokoleniya metan gazlargacha bor, yangi qo'yilgan. Okalar hammasi haydash uchun qilingan ekan. Metani ham, Malibu bar, Malibu rullari ham yangi qo'yilgan. Test monitorlar bor, polirovkalargacha qilib qo'yilgan. Orqa taraflari va yon tarafi mashinamiz ideal holatda. Olasizlar, shundoq haydaysizlar. Salon holatlari 4-pokoleniya metan gaz, masla Malibu bar, masla Malibu rul. Chexollari, sidenalari zo'r holatda turibdi. Rullarni qaranglar, yangi okalar. Barlari ham yangi. Test monitor. Orqa salon holatlari, salon laminatsiyalari ham qilingan. Evacor poliklarda. Orqa salonlari ham ideal holatda turibdi, sidenalari. Bagaj holatlari, metan gazdan keyin ham bagajda katta joy qolgan. Gentra 2023-yil polniy navrot qilingan Amerikanka Optera, 4 ta balon, 906 pult, video registrator, yangi Malibu bar, Malibu rul qo'yilgan mashinamizni sizlarga $13,600 ga beraveramiz.